qil sig'mas haqiqat. Ay, nimaga xush bo'lib ketding? Men beyib ketadigan bo'ldim. Ha? Qanday qilib? Bilamsan, bu qitimqi imtihonda oldingi 10 ning ichiga kirdim. Ota-onam meni 200 yuan bilan mukofotladi. Sening yaxshi o'rganishing ajiba pul tepish uchunmi? Yo'q, u pul faqat harakatlantirgich xolos. Yoshlarning tirishib o'rganishi qilsig'maydigan haqiqat. Bilim insonga umr bo'yi asqatadi. Bildingmi? Qilsig'maydigan haqiqat deganing qandoq gap bu? Ay, mushunimi tushunmadingmi? Undaqda senga yana so'zlab beray. Milodidan ilgirki 520-yili Jo sulolasining podshohi Jigui vafot bo'lgandan keyin qoida bo'yicha uning cho'ng xonishidan tug'ilgan o'g'li Jejang taxtga varislik qilsa bo'ladi. Ammo Jigui hayot vaqtida ko'p o'ylanish orqali oxirida taxtni Jejangga topshirishni qaror qilgan edi. Yolvas izidan yigit so'zdan yanmas debdikan. Alilarning so'zi qilsig'mas haqiqat. Taxtga Jejang varislik qilish kerak. Shu emasmi? To'g'ri. Bundaq qilsa qandoq bo'ladi? Undaqda xonishning o'g'li Jejang nemish qiladi? U taxt varisi bo'lishqa har qaysi jihatdan eng munosib keladi. Ha, to'g'ri. Ha? Bu ahvolda har qaysi joylardagi bayliklarning oqsoqollari o'rnini tinchlantirish to'g'risida maslahatlashibdi. Ha, ko'pchilik chopsam bir amal topsaq bo'ladi. Hozir elimizda qalaymi qolishib ketdi. Ko'pchilik sizlarcha qandoq qilsaq bo'lar? Bu qoida usulga chetilgan ish. O'zlaridan so'rab baqsam, sizlarning taxt varisini bekitish qoidanglar zodi qandoq edi? Sizcha nazarat hayot vaqtida qoida usul o'zgarmaydigan haqiqat, ya'ni Tangri bekitgan, hamma yerda yo'lga qo'yilgan prinsip degan edi. Fuqarolar nemish qilsa, mushu prinsipga amal qilish kerak. O'zgartishga ham shak keltirishga bo'lmaydi. Shunga hamma odam qoida usulni bilish kerak. Tushundingizmi? Davlatlarning davlatni idora qilish tadbirlarimi mukammalkan. Ko'pchilik o'rinliq deb qaragan kansizlar, hammamiz birlikda hamkorlashib, Jejangning taxt varisi bo'lishini qo'llaylik. Sizlarcha qandoq? Bo'ladi. Konularning ko'pning aqli ko'p bo'lar degani shu-da. Keyin har qaysi bayliklar birlashib jin bayligining boshlamchiligida Jejangning taxt varisi bo'lishiga hamdamda bo'ldi. Shuning bilan o'rdadagi taxt talashish kurshi oxirlashibdi. Qilsig'mas haqiqat degan bu idiom Tangri bekitgan qoida degan so'zdan kelgan bo'lib, qoida usul, prinsip, to'g'ri fikr va mezon qatorliq ma'nolarni bildirdi. Hozir o'zgartgili bo'lmaydigan haqiqat, shak keltirishga bo'lmaydigan prinsip degan ma'nolarda qo'llanilib kelyapti. Tushundinglarmi?